san'atkorlarimizdan Anvar G'aniyev, Ilhom Farmonov, Anvar Sanayevlar birdaniga ko'rchak, ya'ni ruschalab aytganda appendis bo'lib qolishibdi. Tezlik bilan tashkilotchilarimiz bularni Banisaga olib borgan. Uchala san'atkorlarimiz uchala operatsionni stolda yotibdi. Endi oramizda ko'rchak bo'lgan odamlar bo'lsa kerak. Ayniqsa ko'rchakni kesayotgan payt juda ham bir azob beradi. Buni ko'rchak bo'lgan odamlar biladi. Hozir mana shu san'atkorlarimizni azobda qiynalayotganlarini o'xshatishga harakat qilaman. Birinchi bo'lib Anvar G'aniyev azobda qiynalyaptilar. Netay shafqatsiz falak orqasiga aylandim, qonga to'lib bu ko'rchak qora qonga belandim. Pulim pul desam dollarlari bor ekan, nurli yo'l desam zulmati ozdan ekan. Og'rib ketyapti, tezroq kelsang. Sabr qilinglar, kesyapman. Menga qaranglar, san'atkorlar. Sizlarga bir shartim bor. Mana hozir Rossiya telekanallarida Fabrika Zvyozd degan konsert bo'lyapti. O'shanda bir negr bola qo'shiq aytgan. DJ bolam, shuni bitta qo'yib oling-da mana shu. Hopale. Hop. Hozir. Eshitdinglar. Qimillamang, Ilhom Bey, qimillamang. Hozir. Mana shu qo'shiqni o'zingizlarning yo'nalishingizda aytib bermasanglar, men mana shu ko'rchaginglarni azobda qiynab burab kesaman. Yo. Aytamiz. Anvarbek, aytamiz. Ilhom, aytamizmi? Aytamiz. Bo'ldi. Bo'lmasam birinchi men boshlayman. Bismillahirrohmanirrohim. Ya shokoladning zayit, ya laskoviy merzavet, ya sladki nafsosta, ko'nglim. Endi esa Ilhom Farmonov qiynalyapti. Ay, voy, kesing. Qimillamang. Ilhom Bey, qimillamang, kesyapman. Nimani kesyapman o'zim ham? Ye ko'rchak bag'da ekan-ku. Bir-biriga o'xshar ekan deydi. Mayli, xo'p. Menga qarang. Siz ham ya shokoladning zayitni ayta olasizmi, yo'qmi? Aytishga harakat qilaman. Ya shokoladning zayit, ya laskoviy merzavet, ya sladki nafsosta, deb xushdan ketib qoldi. Bir mahal Anvar Sanayevning ovozlari eshitilib qoldi. Bevafo ko'rchak kesib endi ko'ngling to'ldimi? Bevafo topgan qayching mendan aziz bo'ldimi? Og'rib ketyapti, tezroq keting bevafo. Sabr qiling Anvarbek, men sizni ashaddiy muxlisizman. Mana kelib qolibsiz, mana poytaxtga. Mana ko'rchak bo'lib qolibsiz. Endi ayib bizda emas u. Siz ham ya shokoladning zayitni ayta olasizmi, yo'qmi? Bemalol ayta olaman. Bu qo'shiqni oldin ham bir aytmoqchi bo'lib yurgandik. Demak, boshladim. Ya shokoladning zayit, ya laskoviy merzavet, ya sladki nafsosta, men senga begonaman.